Mana shuncha joyi kavlayapman. Mana hech balo yo'q. Jitil jonimga tegding, mana hech balo yo'q. Pastlarda hamma joyda ko'rdim. Ah, Tret, sen yaxshilab qaramayapsan-da. Bo'lishi kerak. Tushunyapsanmi? Seni uyingda tagida bo'lishi kerak. Uying tagini kovlagani yo'q-ku. Uyimni tagida degani yo'q sen. Sen imminni uyimni tagida degani yo'q. Uyimni tag taraflarida deding, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Lekin shu xullas topishing kerak. Tushunyapsanmi? Topsang ichidagi narsalarni 50 bo'lishib olamiz. Ah, jin ursin, mayli, hozir to'xtab tur, qisib tur endi, hozir topishga harakat qilaman. Jin ursin, bu yoqda hech balo yo'q, mana bu yerda kovlab yotmayman. Mana qara jisil, mana shuncha joyga kavlab tashladim. Ah, jin ursin, ha. Qishlog'imiz ilma-teshik bo'lib ketdi, jisil. Hech qanaqa ilma-teshik bo'lgani yo'q, ozginaga joyi kavladik xolos. Bu hech narsa qilmaydi. Hech narsa qilmaydi. Hozir mer ko'rib qolsa ikkalamiz ham, bilasanmi? Ah, jin ursin, dabdalamizni beradi. Uf. Ah, mayli. Hozir mana bu yerlarda ham kavlayman, mana. O, jisil. Ah, Tren, senga aytgandim, mana qara, o'sha qanaqadir chirigan toshlar chiqyapti. Aniq mana shu yerda bo'lish kerak, podval. Da, ko'ramiz hozir ko'ramiz. Obunachilar rostdan ham shu yerda bo'lib qolsa, aytgancha, xullas barcha obunachilarga salom, sizlar bilan men Drits Minecraft va yangi videoga xush kelibsizlar. Obunachilar, короче, bu videoda hozir mana bu jitilmidi, nima edi? Mana shu jitil, короче, narsalarni oqtarayotgan edik do'stlar. Mana qaranglar, mana bunaqa qanaqadir, короче, bobosini bir qanaqadir joyi bor ekanmiz. Mana shu nima deydi, omborxonami, nima bu? Nima edi? Nima deyotganding? Sklad, omborxona, jinus men emasman, chiqib ketdi. Shu любой narsa aytaver. Xo'p, mayli. Skladmi nima? Короче, oho, mana bu yerda qara, yo'mi o'rgimchak to'g'ri bo'yotibdi-yu, jitel. Ha, bo'ladi-da, necha yildan beri ochilmagan. Da, to'g'ri aytasan. Hozir mana 5 minut bo'lmasa men shuni uyimdan anavini olib chiqay, nima edi, qilich bilan o'rgimchak to'rlarini tozalab, do'stlar, hamma narsani tozalab, короче, ko'ramiz qani nima bor ekan, nima yo'q ekan. Hozir. Men qara, Drits ish qilib meni aldamada, hamma narsani 50 bo'lamiz, shundaymi? Mayli, sen narsalaring kerak emas menga. Agar oltin nimadir zo'r narsa chiqib qolsa, lekin aniq olaman. Mayli, bemalol, lekin 50 ellik. Hop, 50 ellik. Do'stlar, o'zi bu narsa hammasi jitilniki bo'lishi kerak, chunki jitilni bobasini tunneli bu. Tunnelmidi, nima edi? Skladmi? Короче, shunaqa do'stlar. Lekin meni uyimni tagida joylashgan u. Do'stlar, to'g'ri, meni uyimni tagida joylashgan, demak, meni territoriyam menga ham tegishi kerak, ulush. Mana bu yerda yo'mi jitil, nima bobang alkash bo'lganmi? Jinursan, почти shunaqaroq ko'p ichib turardi-da. Ha, tushunarli. Ha, nima bo'ldi? Aroqlar topib qoldingmi? Yo'q, mana bu yerda ozroq-da yotgan ekan, mana bu yerda ozroq aroq yotgan ekan-da. Ha, tushunarli. Aha, tushunarli. Hech balo yo'q bu yerda. Mana bularda-chi, mana bularni sindirib ko'rish kerak do'stlar. Mana shularning tagida balki nimadir bordir. Yo'q, hech balo yo'q. Mana bu kerak emas. Mana bu yerda oddiy kardonlar. Jitel, afsuski, seni bobongning nimasini tagida hech balo yo'q ekan. Qanaqadir korobka, balo batarlardan boshqa hech balo yo'q. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'ling. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos, obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Janob, to'g'risini aytsam, hamma joyni qarab chiqdik, lekin hech qayerda siz uchun uy topilmadi. Nima? Men uchun uy topilmadi? Jinursan, hamma joyni qaradilaringmi ish qilib aniq? Ha, hamma joyni qaradik. Bittalab tekshirib chiqdik. Hattoki odamlardan so'rab ham ko'rdik. Sotasizlarmi dedik, qimmat pul ham taklif qildik. Nima, tentaysanlar, men pul ishlatibdi kelmayapti. Yana qimmat pul taklif qilibmish. Senlar jini bo'lib qoldilar-yu. Nima, men pulni yerdan supurib olyapmanmi? Yo'q, janob, shunchaki siz uy kerak zarur deganingizga. Xo'p, mayli, qarang. Xullas hammadan so'radik, merdan ham so'radik. Yo'q, mer ham yo'q dedi. Kimdir sotmasa, boshqa iloji yo'q dedi. Jinursan, bir balo qilib topish kerak-da, tentaylar, tushunyapsanlarmi? Jinursan. Keyin yana bitta narsa, anavi nima edi, Drits nima deydi, uyini tagida yer to'la chiqqanini ko'rdik. Yer to'lami, qanaqadir sklad. O'sha yerda ham sotib olsak bo'ladi, menimcha sotsa kerak. Agar o'sha yerda sotsa, o'shani tagida yashashingiz mumkin. Nima, endi yer to'lada yashaymanmi? Yo'q, oldilarni chiroyli qilib olamiz, estetikniy bo'ladi. Qishloqlardan ajralib turardingiz. Yaxshi, lekin to'g'ri fikr. Xo'sh, nima qilamiz bo'lmasa? Menimcha Dritsdan so'rash kerak. Keyin agar rozi bo'lsa, bo'ldi.
Ah, okey. Bo'lmasa men hozir Dritsa so'rab ko'raman. Agar yo'q desa, senlar so'raysanlar, maylimi? Bo'ldi, janob, kelishdik. Aha, mayli, sog' bo'linglaring. Hozir so'rab kelay. Ah, okey. Unda men ketdim. Hozir so'rab kelaman. Xo'sh, mana shu yerdan borsam, mana shu yerdan astagina yetib olsam bo'ladi. Ah, jin ursin, bu yo'llarni torligida, jin ursin, qishloq yomon kattarib ketganda borib, g'alati bo'lib ketgan shu. Maydagina qishloq yaxshi edi oldin, 13-chi qishloq, maydagina, bu qishloqqa ko'chib ketdi. A, mayli, Drets. Afsuski hech bola chiqmadi nima jitel. Ah, shunaqa-da. Drets, menga qarab bor. Tushunmadim, kim keldi? Ay, yo-moyo, millioner, sen bu yerda nima qilyapsan? Ha, salom, yaxshimisan? Ay, yaxshi, rahmat. Qayerdan shamol uchirdi? Salom aytib qopsanmi? Ha, shunaqa, jinsi meni urmoqchimisan? Yo'q, shunchaki hazil qildim-da. Jitel, nega aytmaysan menga millioner kelganini? Men ham endi ko'ryapman, jinni. Ha, hozirgina kelgandik. Men qara, Drets qishloqlaringda uy yo'q ekan sotiladigan. Da shunaqa. Afsuski, millioner shunaqa. Qishlog'imizda sotiladigan uy yo'q hozirchalik. Chunki hammasi da odamlar yashayapti. Ha, shunaqa. Men qara, mana bu yerto'langda hech kim yashamaydi-ku. Shuni menga bera olasanmi? Xohlasang tekaga, xohlasang pulga. Yo'q. Millioner, meni kechir, pulga ham tekinga ham sota olmayman. Uzr, lekin. Ah, yo'q, shunaqami? Ha, shunaqa, afsuski. Ha, mayli. Ha, bezovta qilmayman. Qanday chiqib ketsam bo'ladi bu yerdan? Mana bu yerda sindirib tepaga bunday qo'yib chiqib ketsang-chi? Hozir shunday qilaman. Mayli, bo'pti, hisobi. Mayli. Ishonursan, men bu tentaklarga aytdim, rozi bo'lmaydi deb. Ishonursan, quruq vaqtim bor, ishgani qoldi. Mayli. Hozir mana bu yerdan sekingina o'tib, mana aytaychi, "Hoy ahmoqlar, hoy to'nkalar, men sizlarga aytgandim-ku, yo'q deydi" deb. Yo'q dedimi, janob? Ha, yo'q deydi-da, 100% edi yo'q deyishi. Ah, jin ursin. Yaxshi, siz ko'ndira olmagan bo'lsangiz, men ko'ndiraman o'zim. Sen qanday ko'ndirasan men ko'ndira olmagan narsani? Jin ursin, pul ham taklif qildim. Siz yaxshi taklif qila olmagansiz. Shunchaki u kam pul beradi deb o'ylagan. Hozir men o'zim rozi qilib kelsam bo'ldimi? Ha, rozi qilib kelsang bo'lgani. Rozi qilib kelsang oyligingni X qilib beraman. Rostdanmi? Ha, shunaqa. Mayli. Bo'pti. Bo'lmasa hozir borib so'rab kelaman. Bo'pti, mayli, sog' bo'l. Mayli, ketdim. Odamlar g'alati o'zimiz. Salom, janob Drits. Mana bularni olsangiz va ichini ko'ring. Tushunmadim, bular nima? Kodi qanaqa? Kodi 4.0, ya'ni 5 kod почти. Yo'q, pullar bor ekan ichida. Ha, shunaqa. Bu pullar sizga va endi bugundan boshlab mana bu nima desa bo'ladi? Mana bu yerlar bizniki bo'ladi. Maylimi? Kelishdikmi? Tushunmadim. Siz o'zingiz mana bu yerda olib ketasizmi? Axir sizga pul berdim. Bu yaxshi summa. Hech kim bunaqa summaga sizni yerto'layingizda olishmaydi. Tentak qachon kelarkan? Ha, hozir kelib qolsa kerak, janob. Mana keldi. Janob, to'g'risini aytsam, rozi bo'lmadi. Rozi bo'lmadi. Aytgandim-ku senlarga. Ha, janob, rozi bo'lmadi deganimga qo'rqib ketdingiz-a? Yo'q. Qayerdan rozi bo'lmaydi? 2 ta sumka dollar pul berdim. Yo'q, shuncha pul berasanmi, tentak? Zato endi u yer bizniki. Xohlagan ishimizni qila olamiz u yerdan, janob, tushunyapsizmi? Lekin to'g'ri aytasan. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Oyligingni 2 barobar qilaman. Qani bo'lmasa ketdik u yerdan uy qurgani. Ketdik, janob. Nima? Qo'ymisan yoki echkimisan? Jin ursin, kulishingni qara. Jin ursin, ko'p uxlavordimmi deymanda o'ziyam. Uxlayotgan paytimda taqir-tuqir bir narsalar qiladi, bilmayman boru. Kimlar nima qilyapti? Soat necha bo'ldi? Soat 3 edi uxlayotgan paytimda. Yo'qmi, soat 6 bo'lib ketibdi. O'zim 3 soat uxlavordimman. Bo'ladi. Shuncha uxladim, menimcha yetadi menga. Nima bu? Do'stlar, tushunmadim obunachi. Bu nima? Bu yana nimasi? Bu yana qanaqa masxarabozlik? Hoy, janoblar, tushunmadim. Bu nima? Hoy, janob Drits, o'zingizni territoriyangizga, o'zingizni uyingizga o'tsangiz tepaga. Bu yer janob millionerning territoriyasi. Janob millionerning qanaqa janob millioner? Senlar jinni bo'lib qo'yganmisizlar? Hoy, janob. Kimlarni ko'ryapman? Drits, qalaysan? Yaxshi, rahmat. Menga qarab. Tushunmadim, sen meni yerto'lamda nimalar qurib olding? Iflos qani? Yo'qmi, ma'mul qaranglar obunachilar, bu millioner anaqasi bari zo'r, nima desa bo'ladi. Ideyalari zo'r. Hozir mana bitta anavi, qanday o'tadi lekin bu yerga bilmayman. Men qara, kimdan so'rab qurding bu yerga? Bu yerda biz sotib olganmiz. Xohlagan ishimizni qilishimiz mumkin. Tushunyapsanmi, Jinursan?
Tushunyapman. Men qara, davay tez yig'ishtirma bu taqir-tuqirlaringni. Hoy, men qara, o'zingda ketib qolmayapsanmi? Lishniy harakat qilma. Hozir ortiqcha harakat qilsang, ana ularga aytib beraman, soqchilarga seni otib tashlashlari mumkin. Okey, tushunarli, yaxshi ko'ramiz-da, ko'ramiz. Obunachilar mana buni qaradi, chiroyli chiqibdi lekin o'yin bir tarafdan. O'zi menda ideyalar har doim zo'r bo'lgan, chiroyli chiqadi-da. Senga o'xshab nas bosgan uyda yashab yemadi. Nima? Nas? Shunaqa, musorga o'ying. Ko'ramiz. Hozir sen bilan gaplashamiz. Janob, bu yerga beso'roqsiz kirib ketganingizni ikkinchi ko'rmaylik. Agar yana bir marta shunaqa qilsangiz, otib tashlashga bizning huquqimiz bor. Okey, yaxshi. Senlar qani meni somonimga, meni hovlimga kirib yurmabsanlar senlar. Hozir to'xtab turinglar, obunachilar вообще zo'r narsa qilaman boru. Yo'q, nima narsa bo'ldi? What the fuck? Yo'q, nima dedi obunachi tushunmadim lekin. Xo'p, eshikni ochgan, oppa, mana bu qaranglar, как раз menga kimdir xuddi tayyorlab qo'yganday mana bu yerda turgan ekan. Qaranglar do'stlar, mana buni tashla. Mana bu suvga do'stlar mana bunaqa achchiq-pachchiq mana balo batarlarni qo'shamiz. Qani hozir aylansin do'stlar. Hozir aylanib mana bu suv ta'mi g'alati bo'ladi. Hidi ham bilaq bo'lib ketadi-da do'stlar. Hozir shundoq boraman-da, millioner ustidan shu suvni qo'yaman. Oppa, bo'ldi, tayyor bo'ldi do'stlar. Mana bular уже ho'l bo'lib qoldi, jin ursin. Tashlab yubor. Mana suv o'zi chelak, musor chelak do'stlar, почти. G'alati hidi. Юагаим Made has been updated to Speedstater Made. Юагаим Made has been updated to Survival Made. Xo'p do'stlar, qani ketdik. Hozir men sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Okey. Demak, hozir mana bu yerdan ozroq qum olamiz do'stlar. Farqi yo'q, любой joydan olaveramiz-da do'stlar. Hozir ozroq qum bo'lsa bo'lgan uyimga chiqib olish uchun do'stlar, qaranglar. Hozir men bularga ko'rsatib qo'yaman. Hali senlar meni o'g'limga kir yuvmabsanlar. Hozir. Qani bundoq qilamiz. Bundoq qilamiz. Parkur bo'ladi do'stlar. Mana ajoyibgina parkur. Hop, okey, bo'ldi. Eshikni yop. Xo'sh, bu yerdan mana buni olamiz do'stlar va sekingina ochamiz. Qani? Hoppa, okey va hozir oppa. Tushunmadim. Yo'q, nima edi? Tushunmadim. Yo, yordam beringlar. Fojir ursa sasishini. Yo, sasyapti. Jar ursin. Qochdik bu yerdan. Bu yerdan ketamiz. Hoy, mashinani zavat qil. Bu yerda yashab bo'lmaydi. Fojir ursin. Do'stlar, mana men bularga aytgandim, meni sovunimga hali kirib yurishmagan deb. Qani endi pastga tushib ko'ramiz obunachilar. Do'stlar, o'xshabdi. Hammasi ketgan bu yerda. Mana bu yerda suv ham mana bunday bo'lib yotibdi. Jin ursin. Rostdan ham juda ham sassiq. Yo, bunchalik sassiq bo'ladi deb o'ylamagandim lekin do'stlar. Mana bu yerga bitta almas topib yopib qo'yish kerak, lekin vashshe qaranglar, chiroyli uy. Mana buni qaranglar do'stlar, qanaqa zo'r. Hozir mana bu qaranglar, mana buni bittasini olib tashlaymiz-da do'stlar, mana buni bittasini olib tashlaymiz, mayli tepaga lavaga yondirib yuboraman. Qaranglar, mana bu yoq ochiq bo'ladi. Endi oyoqlar tiqib o'tirsanglar bo'ladi. Mana bu yerda kompyuter va mana buning ichida pul bormi? Hech balo yo'q ekan. Yaxshi mayli chiqsa-yu, mana bunda ham hech balo yo'q. Lekin uyi o'zi bizga qoldi do'stlar. Mana bu yerda qaranglar. Mana bu yerda buzib o'z holiga qaytaraman do'stlar. Mana bu almazlarni o'zimga olib sotishim mumkin do'stlar. Boyib ketaman, qarochi do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? Obunachilar, sizlar ham videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizlarga kattakon rahmat obunachilar. Unday keyingi videolarda ko'rishguncha xayr obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Menga esa вообще chiroyli uy qoldi do'stlar. Endi yer to'lamda mana bunaqa chiroyli almazdan va anaqadan uy bor.